Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan, arslonday yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Canım bolam, benim yürgüm ağrıpta turuvatıdı. Özleri bir tarafki ketken bolsalar, yaxşı bolam deken deymen. Qachon nur chechib, atar oltin taq. Otmam dekenda, bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu taq. Bari bir o'tar. Turpan kechsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, nusrat tilaymiz. Enim Abduxoliq Uyg'ur, pichonni ammog'icha kammaymiz. Achil. Nima achil? Qizil gul achil. Tama köl bular degandek, gahi akşamları şu usulda toyunub qalatdi. Gahi akşamları azlık qilsa, taki qanoat tapqanға qadar qimirlamasdan, gap so'zsiz qapqini turib o'ltirib, yana qandaqdir sehiylarning paydo bo'lishini kutatdi. Qavaxona xo'jayini uningga kech bo'ldi chiqib ket degandek so'zlarni hargiz qilolmaydi. Chunki undaq deb qo'ysa, uningdan qutulg'ili bo'lmaydiganligini obdan tushunadi. Bugun oqshom qavaxonada hamma odam ketib, yolg'iz Ro'zumulla qolgan edi. Uning qalbuki qanoatlangudek namdalmagachga ketmay o'ltirib olgan edi. Oxir qaytib ket deyishga jur'at qilolmagan dang gap so'z qilmasdan bir piyolaga 2 sar haroq qo'yib uning oldiga akeldi. Men qo'rqdim. Odamni yuz bo'lmasa, jillami qo'rqidi deydigan bir gap bor. Mal bagani ichib bilib ketgan do'konni taqaymiz. Ro'zumulla uning gaplariga emas, balki bekorga bergan haroqqa minnatdorlik bildirgan qiyofatda piyolni qo'liga elib, to'tga bo'lib ichib oldi-da, ondan asta o'rnidan turib, gap so'z qilmasdan daldangshiganicha mengib, qavoqxonadan chiqib ketdi. Voy, nemanda chapsan kun chiqadigandı. Osh vaqti bo'pti. Nemanda chapsan tong atdikina? Ro'zumulla ko'zini ochdi. Uningcha bo'lganda tong otmagan bo'lsa yaxshi bo'ladi. U uzunroq uxlab olishni xohlaydi. Bir uxlagan peti qayta uyg'onmasa texmu yaxshi bo'ladi. Chunki u uyg'onib ko'zini ochsala, kollasini g'am andishi chulg'ib oladi. Qo'rsoq masalasi. Onundan keyin temizqilib yurib qora tamaki chekadigan uylarga berish. Ondan qavoqxonalarga berish ishi bu pulsiz odamga intayin qiyin to'xtaydi. Bu qiyinchiliklarni ko'rmaslik, ko'rgan taqdirdami ozroq ko'rish nuqtasidan aytganda ko'proq uxlash yoki uxulgan peti uyg'onmayli qo'yish uningga oromlik baxsh etadi. Shuning uchun u uyg'onibla tong etib qolganiga norozi bo'lgan edi. U oqshom oxirgi 2 sar haroqni ichib yotgandan keyin qaytib kelib, o'zining ishiki yo'q kemir uyida yetib qolgan edi. Bu uyning ishiki sharqqa qaraydigan bo'lgani uchun atiganlik quyoshning nuri uning uyiga tugmanning nuridan tushgan sudek tushadi. Lekin u nur go'yo ufqishmasdan kirib qolgan mehmondek tadrijiy orqaga yonadi. Ro'zumulla uyg'onganda orqaga yenayotgan kun nuri pagoqqa kelib qolgan edi. Bu osh vaqti bo'lib qolganligidan derak beradi. U yana bir oz tengirqab o'ltiradigan bo'lsa, kun nuri eshikdan chiqib ketishi mumkin. U chaqda tush bo'ldi degan so'z. Tush degan odatda odamlar ikkinchi qaytim tomoqlanadigan vaqt. Ro'zumulla texnoshda qilmagan tursa, bu qandoq bo'lg'ini? U eg'ir dard hasrat ilkida xiyol surib bir muncha o'ltirdi. Uningga beshi eg'ir belinadi. Quloqlari kaptar qo'ng'irqidek g'o'ng'ildab sayravotadi. Allaqandoq tomirlari yana qandoqdir ichimlik chekimliklarni talab qilgandek qimildavotadi. Yana kollasining nadidir bir yerida ozroq non talab qiladigan xiyoli bordek bilinadi. Uning shu topdagi talablaridan qaraganda non talabi ikkinchi o'ringa tushib qolgandek edi. Bu uningdagi kayibning qanchalik ig'irligini ko'rsatdi. Mayli qandoq bo'lsin, kun chiqib tong etishi bilan tang bu talablarni hal qilish qiyinchiligi uning beshini toshdek qottirib o'tadi. U ixtiyorsiz holda eshikka qaradi.
ishik o'rni o'nkirning eg'izidek ko'rindi. U oldingi hafta yog'och ishikni setivatganligiga pushaymon qildi. Uningdan keyin egiz oyuqqa qaradi. Oyuqdagi tush o'zangini setib yeb bo'lganligiga ichi echishdi. Pulg'i yarug'idek nima bor? Uning ko'zi bir puti sunib ketgan kanjo'siga tushdi. Buni bir olami. Uni setibassam, navoda birari xat yozdirg'ili kelsa, xatni nada yozaman? Jo'zining ustida bilay toshdan yasalgan siyoh azguch, yarim parcha siyoh va bir tal yung qalam turadi. Bu narsalarni sotsam qandoq? Biri olami. Siyoh azguchni setibassam, uning kori chog'liq. Yung qalam bilan siyoh bo'lsili bo'laveradi. Biri xat yozdirg'ili kelsa, hijri qochining sunuqlariga siyoh ezib yozaveraman. Lekin bu siyoh azguchni kimmi ola? Qancha pulga ola? U shunda xiyollarni qilg'ach, siyoh azguchni tavakkul qilib elib mangdi. Ko'chaga chiqqanda nomus kuchidan siyoh azguchni yengiga tiqib mangdi. U Andali sharqiy darvozaning obod bozor bo'ladigan yeriga yaqinlab kelganda, kimdir birining tuyuqsiz Ro'zi mulla deb varqirg'ini anglandi. Hech kim uzundan buyon Ro'zi mullani ko'chada ismini atab chaqirib boqmagan edi. Shunga bu ovozdan qattiq cho'chigan holda dong qaytib turib qoldi. U ovoz yana takrorlandi. Uni salopatlik bir to'ngchi chaqirgan edi. Yaqin kel, sana bir gap bor. Ro'zi mulla to'ngchini obdan to'nitdi. Shunga u ancha hodiqmasdan uning oldiga borganda to'ngchi ahvol so'rab, "Ha, degina, mushu kunlarda nim qilyapsan?" Ro'zi mulla nima deb javob berishni bilolmay yerga qarab turardi. To'ngchi uning ahvolini tushunganda qilib so'zlashga boshladi. "Men seni uzundan beri bir ishga o'rinlashtirib qo'yay deb yuratdim. O chaqlarda tuzuk ish chiqmadi. Hozir bir ish bor. Bu ish sening qo'lingdan keladi. Shuni ishlasan qandoq?" Ro'zi mulla beshini lanshitdi. To'ngchi uni agashtirib darvozasining do'qqisiga Turpan nahiylik yamxashak punkiti degan xatlar yozilgan, taxti mixlangan bir saroyga boshlab bordi. Darvozadan kirgandala o'ng qo'l tarafdagi ishki cho'ng yo'g'on bir uyga boshlab kirib, u yerdagi 4 putliq bir jo'zini ko'rsatib dedi. "Mana mushu jo'zda o'ltirsan, qo'lingdan xat yozish keladi. Oldingi o'tin, saman, arpa, qo'noq degandek narsalar kelganda, qaysi yezdin keldi? Kim avatdi? Jinsoni qancha deganlarni akalguchlardan so'rab editlik yozsa. Andin kimga qancha yuz jins saman berildi? Kimga qancha bo'g'iz berildi? Bularni yozsan. Sana oylik pul berildi. Yaxshi ishlasang, jiq olasan. Qandoq? Mushu ishning hudisidan chiqa olamsan?" Ro'zi mullaning ko'ziga issiq yosh keldi. Xuddi tog'dek oltin tepib olgandek cheksiz hayajonlangan Ro'zi mulla beshini takror langshitib, "Chiqaman," dedi. To'ngchi uni shu yerda qoldirib, o'zi boshqa bir uyga kirib ketdi. Ro'zi mulla bu ishga hayron edi. Uning yuragi gupildab so'qatdi. Yuz ko'zlari o'tga qoqilnayotgandek qizivatdi. Qo'liga oylik pul elivatdi. Dangdangning qavoqxonasiga bemalol kirivatdi. Tamoqxonalarda putini olmab o'ltirib, lazzatli taomlardan yevatdi. Bu ishlar 2 minutga yetmagan vaqt ichida ko'z oldidan o'tib ulgurdi. To'ngchi uni chaqirdi. Ro'zi mulla chaqirgan uyga kirganda To'ngchi uningga bir Xanzu harbiy amaldorni ko'rsatib, "Bu kishi punkt boshlig'i Wang Zanjang" deb tonishtirdi. Ro'zi mulla shu olli ta'zim qildi. Wang Zanjang uning taqi turqiga sapsilib chiqqandan keyin gap so'rmayla basar qog'oz pul chiqarib uzatdi va "Choy saqilni oldirib, tuzukrak bo'p kelsin." U Ro'zi mullaning usti veshiga qarab seskangan edi. 21-bob. Hisomiddin Zufar bilan Abduxoliq Uyg'ur Turpandan chiqib, Yamshidagi taxti ko'rikka yetib kelishiga Urumchi tarafdan Maqsud muhiti yetib keldi. Uchaylan tangla otlardan tushib, yo'l ustida quchoqlashib ko'rishdi. "Bu tarafda to'y ma'rakalar qizib ketibdi. Hammanglarni tabriklayman. Moskvada Pravda gazetidan Qumul dehqonlar qo'zg'ilini to'g'risidagi xabarni ko'rib, ma'rakadan qolmay deb qaytib keldim. Bo'ptimi?"
Maqsudboy hayajonlangan holda ishkaylarning qo'lini qo'yib bermasdan so'zlaydi. Qaytib kelganingiz bak yaxshi bo'ldi, dedi Hisomiddin Zufar xushalligini izhor qilib. Yigit beshi yo'q Malikining qizmaydiganligini bilib qaytib ketibsiz-da, dedi Abduxoliq Uyg'ur ma'nilik qarab. Pah, shoir degansa, qani shundoq bo'ladiganli bo'lsa, hammamiz birlikda bu Malikini qizitayli. Hozir bu tarafning ahvoli qandaqroq? Maqsud Muhiti do'stlarga savol nazari bilan qarab javob kutdi. Bu tarafning ahvoli yaxshi, xalq uyg'ondi. Hamma odam otlarini to'qib, qo'sh uloqni tortib tayyor bo'ldi desakmi bo'ladi. Bu intayin yaxshi ahvol. Xalqning uyg'onishi hammadan muhim. Uyg'ongan xalq volqondan kuchlik, tog'larni ko'tarib tashlab yetalaydi. Ular ruhli holda otlarga minib shaharga qarab mangdi. Endi bizning qiladigan ishimiz uyg'ongan xalqning har biri birdan arslan. Biz avval ana shu arslanlarni tashkillaymiz. Ikkinchidan, Qumuldagi qo'zg'olonchilar bilan aloqa bog'lab, ularni turponga taklif qilamiz. Ularning ostida bulutdek uzib ketayotgan semiz otlar tabiiy yo'sinda bir-biridan yo'l talishib taraslab ketayotdi. Ularning shu topdagi alpozidan qaraganda qo'yib bersa yuguraydi. Shunga ot ustidagilar tizginni egilab otlarni suvutug'i bilan takshi mongdirishga majbur bo'ldi. Otlarni mundaq boshqarishning o'zi xalq kuchlarini tashkillash bilan ma'nodosh bo'lg'achqa, Maqsud Muhiti o'tirg'i qo'ygan xalqni tashkillash degan so'zning ahamiyatini ham tushuntiradi, ham kuchaytiradi. Qumuldagilar bilan aloqa bog'lash uchun odam avatish lozimmi? dedi Hisomiddin Zufar bu masalani oydinlashtirmoqchi bo'lib. Albatta shundoq bo'ladi. Buningga Ravrus ishonchli odamdan birini avatish kerak. Men boray, dedi shoir Maqsudboyning so'zi oxirlashboyla. Uning ko'zlaridan qat'iylik chiqib turadi. Hisomiddin Zufar bilan Maqsudboy shoirning fidokorona ruhiga tahsin o'qishdi. Siz bosingiz bo'larmi? Nemishqa bo'lmasin? Sodigar qiyofatida bo'lsam, raso aplishidi. Sodigar? Ha, sodigar. Qumul yo'lida osh quzg'unda ketayotgan cheriklar sizdek sodigarni tesh qo'yami? Qo'polroq essaq, aman qo'yami? Maqsud Muhitining bu so'zi bu yanqilarni cho'nqur o'yg'i soldi. Orini birdilla sukut bosdi. Lekin ancha uzoq o'tmayla Maqsud Muhiti bu jimjitlikni buzib so'z ochdi. Shahar ichidagi sodigarlarni, yezlardagi dehqonlarni bulang-talang qilayotgan cheriklar yo'lda ketayotgan yolg'iz sodigarni obayli bulab ketadi. Uning ustiga sizning bo'ybastangiz, taqi-turqingizmi xatarlik. Sizga o'xshash odamni cho'lda ko'rsa, u qari qo'rsoq cheriklar o'ltirib yeyishdan yonmaydi jumi. Bu to'g'rida atrofliq o'ylab, muvofiq odam tanlash kerak. Yana boshqa jihatlardami paranqizg'anlikdan ular shaharga kelib qolganligini to'ymay qoldi. Maqsud Muhiti o'tgan yil, ya'ni 1930-yili tijorat ham sayohat qilish uchun Rossiyaga ketgan edi. Vatanga bu yil iyulda qaytib keldi. U cho'chak Urumchilarda qisqa vaqt turgandan keyin avgustda Turponga kelgan edi. Shunga uningdan harduq so'rab keldiganlarning oyig'i 2-3 kungacha uzilmadi. Uningdan sirtmu Maqsudboyning ishlari bek oldirash edi. Shundaq bo'lsa-mu, vaqt ajirtib Turpon ambiliga salom berib chiqmay bo'lmaydi. Chunki mundaq ishlarni ambollar bek enchikilaydi. Bo'libmu hozirgidek vaziyat davolg'ib turgan chaqlarda ambollar boylar bilan yurt mo'tivarlarini ko'proq seg'inadi. Ular orqali yurtning tinchligini qo'g'dashni orzu qiladi. Maqsudboy bilan Hisomiddin Zufar ikkisi salomga kirganda ambol datanga chiqib qarshi oldi. U Maqsudboy bilan Hisomiddin Zufarning o'zini yo'qlab kelganidan nihoyat xushal bo'lgan edi. Ambol mehmonlarni o'zining shaxsiy uyiga taklif qilib, ular bilan ochiq yo'riq paranglashishga tirishdi. U Maqsudboydan Rossiyaning ahvolini oncha-muncha so'ragan bo'lib, o'z muddaosiga o'tdi. Qumul tarafda bir oz qalaymiqanchilik bo'layotdi. Bundan xabaringiz bormi? Angladim. Albatta anglamay qolmaysiz. Xalq ichidami o to'g'rida gap so'zlar ko'p. Mening hammadan xabarim bor. Ba'zi nodon, ahmaq odamlar o tarafdan kelgan yovuz so'zlarga ishinib, ostritdan harakat qilyotdi. Undaq odamlar menga 5 qo'ldak ayon.
Ambal xodimning tamakisini üstülab chekib o'ltirib, asta davom qiladi. Talabbuzi vazminlik va yumshoq edi. Ularning bunda qilgani tuxumni tashqi urganlik. Malman chiqarganlar cho'qim qattiq jazolanadi. Buningga ishonish, hukumatga ishonish kerak. Ular hukumatga hargiz tankilanmaydi. Söz bu yerga kelganda, u ko'zlarini chekchaytib, ochiqlangan qiyofatda mehmonlarga ko'z yugurtadi. Bu uning olli-burun o'ylab qo'ygan taktikasi edi. Yurt cho'nglari bilan suhbatlashganda, oldi bilan ularni maqtab ko'k ko'tirib, saxta hurmat ko'rsatish. Orqadan amaldorlik kibrini ishqa silib, muhim maqsadlarga kelganda so'z ohanglarini qattiq va keskin chiqarish. Ko'zlaridan g'azab uchqunlarini chachirtish orqali qo'rqitib, ulardan foydalanish uning asosiy taktikasi edi. Lekin bugun uning suhbatiga daxil bo'lgan kishilar Ambalning bu xil mijozini tushunmaydigan kishilardan emas edi. Ular Ambal so'zlayotganda, garchi uning so'zi o'zlarining tushunchisi va harakatiga muxolif bo'lsa-mu, savr qilib qarshi fikr bermasdan o'ltiradi. Ambal so'zini davomlashtirdi. Sizlarning kaginingizlar nihoyat yaxshi bo'ldi. Men bu sizlarni seg'inib turadim. Sizlarga ma'lum, men har qachon yurtning tinch bo'lishini izlaydigan odam. Yurt tinch bo'lsa, fuqarolarmi fuqarodorchilikni qila oladi. Sizlarmi savdo tijoratingizlarni qila olasizlar. Sizlar bo'lsangizlar yurt kattalari. Xalq sizlarning gapingizlarni anglaydi. Xalqqa so'zlangizlar, nasihat qilingizlar. Ular tinch yursin. Nadiki tegi yo'q gaplarga ishinib, tuxumni tashqi urimiz deb yurmisin. Hukumat allaqachon xalq nazaridan tushib qolgan edi. Shunga maqsud muhiti bilan Hisomiddin Zufar Ambalning oldidan qaytib chiqqandan keyin yana o'z ishlarining qo'yida bo'ldi. Tushlik tamoqni Hisomiddinning uyida yegandan keyin bir oz aram olayli davatqanda Abduxoliq Uyg'ur bilan Letib apandi kirib keldi. To'taylan qumul qo'zg'olonchilarga yeziladigan aloqaning mazmuni to'g'risida fikrlashib, bu ish shoirga topshirildi. Xatni kimning nomiga yozamiz? Dedi Abduxoliq Uyg'ur taqatsizlik bilan. Xo'jniyoz hojining nomiga yozamiz. Dedi Mahsudboy qisqa javob berib. Dastlabda Solidorga Qurbonniyoz Dorg'larning ismi mashhur edi. Bu yaqinda Xo'jniyoz hojining iti mashhur bo'ldi. Burunlarda bu odamning itini ancha anglamagan ekanmiz. Dedi Letib apandi taajjublangan ohangda. Jamiyat deganda iti chiqmagan har odamlar bo'ladi. Odatdagi chog'larda yurt deganda bir qancha boy, mo'lla mashhur bo'lib ko'zga ko'rinadi. Amaliyotda jamiyatda bu mashhur kishilardan ulug' odamlar ko'p bo'ladi. Bundaq odamlar ko'pincha hollarda o'zining itini yushiradi. Biz tanimay qolamiz, ammo bira o'zgarish bo'lganda ular birdilla bosh ko'tarib chiqadi. Odatdagi chog'larda ko'zga ko'rinmagan yoki ko'zingga ilmagan odamlar vaqt kelganda ajoyib ishlar bilan mashhur bo'lib ketadi. Hatto inqilob doyisiga aylanadi. Masalan, men bu qitim Rossiyada Chapoyev deydigan bir kinoni ko'rdim. Chapoyev aslida Birinchi dunyo urushi yillarida frontda oddiy soldatgandiq. O chaqda uni ko'zga kim ilotdi deysiz? Undaq oddiy soldatdan necha 100 ming bor. Biroq o keyin Qizil armiya sepida birdilla o'ttirg'i chiqib, marshal darajasiga ko'tarildi. Uning armiyasi oq gvardiyachilarni tarmar qilishda ajoyib qahramonliklarni ko'rsatdi. Shuning bilan Chapoyevning shuhrati butun Rossiyani qoplab ketdi. Demak, xalq orasida ajoyib qahramonlar borki, ular payt kelganda birdilla mashhur bo'lib, hammani besib tushidi. Xo'jniyoz hoji garchi dastlabda mashhur bo'lmagan bilan amaliyotda mavjud odam. Biz kichigimizda Ostona madrasasida birga o'qigan. Mahsudboyning bu so'zi anglovchilarni taajjublantirdi. Ular hech qachon anglab boqmagan gapni anglab, quloqlariga ishonmagandek bir-biriga qarashib qoldi. Mahsudboy bu ahvolni bayqab, bu haqda tushuncha bermasa bo'lmaydiganligini his qildi-da, kulimsirab so'zlashga boshladi. Ehtimol 1907-yilning kuz oylari bo'lsa kerak. Men Ostona madrasasida o'qiyotdim. Bir kuni madrasa oldida tuyuqsiz 20 yoshlar chamisidagi bir yigitni agashtirib olgan, eshak mingan bir ayol paydo bo'ldi. Biz u ayolni ko'rib, nima ayoldi, nadin kelgandi deb hayron bo'ldik.
bu ayolning kiyim kechaklari va gap so'zlaridan qumulliq ekanligi chiqib turadi. Ammo u men To'qsindan keldim. To'qsindagi Niyoz Shanzoning tuqqani. To'y xo'jamni tavob qilg'ili kelib edim. Anglasam, bu yerda taliblar o'qiydigan madrasa bor deydi. Bu balammi 1-2 yil madrasada o'qigan edi. Yana o'qisinmikin deb akeldim. Qabul qilib o'qitib bergan bo'lsingizlar deb turib oldi. O chaqda Mo'ydin Damulla mudarris edi. O kishi heliqi ayolning talabini ma'qul ko'rib, o'g'lini ep qoldi. Uning eti Issoq edi. O bizlar bilan tangtish bo'lganlikdan bir hujrda yetib qopib o'qib yurdik. Issoqning bo'yi pakar bo'lgan bilan badani ching, kuchtingir edi. Gahi o'zaro chilishib qolsak, xeyli odamlarga bo'y bermaydi. Aradan 6 oycha o'tganda bir juma kuni Lüxchin Wangning bir odami kelib, Qumul Wangi Shamaxsning bir yorliqini o'qib anglatdi. Yorliqda torpaqlar qo'zg'ilini bostirildi. Qo'zg'ilanga bosh bo'lganlarning kallasi kesilib, xalqqa ibrat qilindi. Lekin qo'lga tushmay, qechib yurganlarmi yo'q emas. Taratiliq Bahram Matniyozning o'g'li Xo'jam Niyoz dal shularning biri. Uning bo'yi pakar, yeshi 19-20 yoshlarda, yuzi yumaloq, qora qosh, ko'zi kichik, o't ko'z. Ismini yo'tkab yuribdi. Bu odamni ko'rib xabar qilguvchiga 3 yombo, tutib berguvchiga 12 yombo in'om qilindi. Buni bilib qilishinglar uchun ushbu yorliq chiqarildi deyilgan edi. Bu yorliq madrasada jakarlangandan keyin ba'zi taliblarning ko'nglida gumon paydo bo'ldi. Yorliqda deyilgan belgilar qumulliq talib Issoqda ko'rinib turadi. Ba'zi taliblar bu to'g'rida pichirlashib yurdi. Yurt ichidagi ba'zi odamlarmi buningdan gumon qildi. Shundoq kunlarda yilqi qumulliq ayol tuyuqsiz paydo bo'lib, bolam menga hamroh bo'lib, haramga bordi deb uni madrasadan ajratib akatdi. O'ylamag'an yerdan qiziq ham sirliq tarjimhol chiqdi-ku, dedi Abduxoliq Uyg'ur o'z hayronligini besavol olmay. Oxiri texim sirliq. O haramga shu yil yetib borgan bo'lsa-mu, ma'lum sabablar bilan arbat qilinmaydi. U shu yerda turib, Shinjonlik Yoqub hoji degan kishining Xurmiliq beg'ida ishlaydi. 2-yili arbat qilib hoji bo'ladi. Uning asli eti Issoq bo'lmasdan Xo'ja Niyoz bo'g'ashqa Xo'ja Niyoz hoji bo'ladi. Ammo uning haramdan qaytib kelishga yo'l xirojida bo'lmaganlikdan shu yerda ishlab 4-5 yil turib qoladi. 1912-yili Shinjonlik hojilar borganda shular bilan birga qaytib keldi. Shu yili Qumulda Temir xalifa qo'zg'ilini ko'tarilgan edi. Temir xalifa Xo'ja Niyoz bilan tanishganlikdan uni toptirib kelib, o'z askarlariga harbiy ta'lim-tarbiya berishga tayinlaydi. Shuning bilan Xo'ja Niyoz hoji Temir xalifa qo'zg'ilini qatnashdi. 2-yili Yangzingshin Temir xalifani aldab Urumchiga epmanganda Xo'ja Niyoz tog'da qilib qolgan qo'zg'olonchilarga bosh bo'lib qoldi. Temir xalifa Urumchida o'ldirilgandan keyin Qumul Wangi toqqa askar chiqartib, tog'da qolganlar ustidan jazolash ep bordi. 2 o'tirda urush bo'ldi. Bu urushda tog'liqlar yengilib tarqalib ketdi. Bu chaqda Xo'ja Niyoz hoji Qumulda turanmay, Borikul orqali Oltoy tarafga o'tib, Issoq degan nom bilan Borchinda olib Okurday deydigan qozoqning milini boqidi. U yerda 1 yil turgandan keyin Yangzingshin bilan Qumul Wangining uqtirishi Oltoy tarafga yetib bordi. Qozoq degan enchiki xalq, Issoq degan molchidan gumon qildi. Xo'ja Niyoz hoji u yerdan qochib Cho'chakka bordi. Cho'chak Mahmudboy deganga yollanib, uning Bo'rtala Qiziltuzdagi bir qo'tan milini yana bir qozoq molchi bilan birga boqidi. Shu orliqda bu uqtirish Cho'chak Bo'rtalag'imi yetib bordi. Shuning bilan Xo'ja Niyoz hoji Bo'rtaladimi turanmay, Sovet yeri Yarkentga o'tib ketdi. U Yarkentga menishdan ilgari ilib Böken Müngizni bozorga sotqili kirganda, G'uljilik Veli Xonboy degan sodigar uni qimmat bahoda setib oldi. Hamda Xo'ja Niyoz hojiga bir dona 5 atar miltiq, bir ot berib, chegirdan o'tib Qiziltuzdan Böken etib kel, men setib olaman deydi. Xo'ja Niyoz hoji shu ish bilan bir qancha yil yurib, 1918-yili Veli Xonboy bilan birlikda G'uljiga qaytib keldi. U yerdan Qumulga ketmoqchi bo'ldi. U yo'lda Ostonaga kelib, bizning uyda 1 oy turib, ondan Qumulga ketgan. Bu qitim chatoq sanmabdimi? U yana o'z yurti tarafda yushirin yuribdi. Keyin Shamaxsutbon o'lib,
o'rniga Nazarvang chiqqandan keyin uning texmi surishtisi bo'lmabdi. Ammo Nazarvang har yili atyas va kuz oylarida tog'liqlarga bo'ra, tulka, sulaysun etib, terilarini topshirishga 1-2 oylik muddat bilan miltiq tarqitadigan bir yo'sin chiqirdi. Shu yili kuzda Xo'janiyaz hoji 9 atar miltiq bilan 9 tal o'qda 9 teki etib nom chiqirdi. Buni anglagan Nazarvang surishti qilib, uning heliqi Xo'janiyaz hoji ekanligini bilgandan keyin otamning ishi otamga hisob. Men o'tgan ishlarni surishti qilmayman. Oldimga kelsin, ordida xizmat beraman deydi. Shuning bilan Xo'janiyaz hoji ordiga kelib, orda askarlarga harbiy ta'lim beradigan boshliq bo'ldi. Shunda qilib, uning eti Yengvoshdan mashhur bo'ldi. Inovitimi ko'tarildi. Bu qitim qo'zg'olonni Solih to'rga, Qurbonniyaz to'rg'ilab qo'zg'algan bo'lsa-mu, yoshini qog'ashqa bu ishga boshlamchi bo'lishni yosh Qovul Xo'janiyaz hojiga o'tinib berdi. Shunda qilib, bu odam mashhur bo'lib o'ttirg'i chiqdi. Siz uning hamma ishini yepidan yengisigacha biladi ekansiz. Bu sarguzashtlarni u Rossiyadan qaytib kelib, bizning uyda turganda so'zlab bergan. Bo'lmasa men nadim bilay. Biz taklif qilsak, u kishi hargiz yo'q demaydi. Biroq biz bu yerda qanday qarshi olamiz? Qanday ishlarni qilamiz? Ular yetib chiqsa, loyiqida ish qila olamizmi yo'q? Gap mana shu yerda. Hozir xalq qaynab, teshib ketay deb turyotdi. Hamma odam Xo'janiyaz hoji qachon chiqadigan deb intizor bo'lmoqda. Ular turponga keladiganlar bo'lsa, inqilob o'ti, quruq o'tinga o't tutashgandek birdamdilla hamma yerga tutishidi. Hozir xalq jondan kashmigichi jononga yetkili bo'lmas deyishyotdi. Hamma yerda xalq peshiga tushgan eg'irchilik, qatmuqat zulm xalqni shundoq tunishga keltirdi. Mundaq ahvolda Xo'janiyaz hoji keladigan bo'lsa, balkim biz o'ylab yetmagan, tasavvur qilmagan ajoyib ishlar vujudga chiqishi mumkin. Undaq bo'lsa, xatni siz yezing, dedi Maqsud Muhiti shoirga vazifa qilib. U yana qandaqdir bir nimalarni demoqchi bo'lib turganda, tashqaridan kirgan bir kishi diqqatini buzib qo'ydi. Hammaylan burilib qarab, beshiga taqir talpak kiygan. Uchisiga oldi ochiq uzun mata ko'nglak kiyib, belini arg'amchi bilan bog'lagan. Putiga tumshiqi osmonga qarab qolgan, ushliq tumshuqliq ko'ni kun o'tib kiygan avara bir odamni ko'rdi. U odam cho'ng eshikdan kirib, huduqqan qiyofatda osta qadam tashlab, mehmonxona tarafga yaqinlayotdi. O'yladi ushtumtut paydo bo'lgan bu odam qizg'in ketayotgan suhbatni xuddi qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'ygandek to'xtatib qo'yganlikdan hammaylarga yoqmagan edi. Ular bir qarabla balki bu odam uqishmay kirib qolgandu deganni ko'nglidan kechirib, bir-biriga qarashib qo'yishdi. Maqsud Muhiti yerga qarab o'ltiradi. Uning turqidan bu odam Maqsud boyga texmi yoqmabdi degan tushunchaga kelgan Hisomiddin Zufar heliqi odamdan bir ikki eg'iz gap so'rab, aplab-saplab chiqarib etmoqchi bo'ldi. "Nadin kelgan odamsan, nima ishing bor?" dedi u mehmonxonaning yo'g'on derisidan hovlidagi odamga bo'yindab qarab. "Xo'sh, ozroq ishim bor", dedi u odam siliq talaffuzda va deriza oldidagi ayvonchi supisiga yaqinlab keldi. Bu odamga mehmonxona ichidagilar to'liq ko'rinadi. Mehmonxona ichidagilarmi uni to'liq ko'rib turadi. Hisomiddin Zufar bu odamning nima ish bilan kelganligini faraz qila olmagan bo'lsa-mu, tasallosig'ili so'radi. "Ha, nima ish? O'zing nima qiladigan odamsan?" "Men eshakchi." "Eshakchi? Turqindan eshak haydigan sin chiqmaydi. Qani so'zla, qandoq ishing bor?" "Kira qiladigan yuk bo'lsa, so'zlashay deb edim." "Qayaga?" "Qumulga." "Qancha eshiging bor?" To'rt eshigi bor odammi o'zini eshakchi deb bozorga solamdi. Bizda 4 eshakki bagidek yuk yo'q. Eng yaxshisi, sen berib eshakchilarning shon yo'llarini top. Shular seni yo'lga sep qo'ysin. Tunimaydi ekanman. Undaq bo'lsa ishing chatoqkan. Eshakchi bo'g'ining qiziq. Eshakchining shon yo'sini tunimaganliging ondan qiziq. Bizga nima amal? Shon yo'lar kepil bo'lmasa, bir eshakka yuk berolmaymiz. Yaxshisi, sen berib shon yo'larni top. Shular sana yuk tepib berib, yo'lga sep qo'ysin. Hisomiddin Zufar gapini tugitib, orqaga o'rilib, bu odamni mushundaq yo'lga solg'inim bo'ldimi degandek tarzda kulimsirab qo'ydi.
Eshakchi go'yo beshig'i tog' yiqilgandek qiyofatda keyniga yenib chiqib ketmoqchi bo'layotganda Maqsudboy birdilla beshini ko'tarib, "Hay, to'xta." Eshakchi darhol to'xtab, yana ilgirki o'rniga keldi. Eshaklaring yuk tortib manzilga yetoladigan eshaklarmi yoki u bu yerdan terib olgan terindi eshaklarmi? Eshaklarim xil. Yuk basa degan yerga yetkiza olamsan. Yetkizgili bo'lur. Bo'lur deysan-ku. Turponliqning bo'lur degan so'zdan qo'rqish kerak. Turpon to'qsinliqlar birga bo'lur deb cho'ng-cho'ng ishlarning oxirini yo'qitib etadi. Senmi shuningga o'xshash bo'lur desang, biz ishonch qila olmaymiz. Bu gapga hammaylar kulishib ketdi. Shu oralikda Hisomiddin Zufar so'z qistirib ulgurdi. Turpon to'qsinliqning bo'lur, Qashqarlikning ma'qul degandan hazar aylisi bo'ladi. Qani boshqadan so'zla. Cho'qim yetkizaman. Undaq bo'lsa uyga kir. Sening bilan to'xtamlashimiz. Eshakchi mehmonxonaga tetik qadam besib kirganda Maqsud Muhiti o'rnidan turib pagoda qarshi oldi va uning qo'lini samimiylik bilan qisib, "Ravrus, kelishgan eshakchi bo'psan", dedi mamnuniyat bilan. O'ltirxonlar bu o'zgarishga hayron bo'lishib qarabli qoldi. Maqsudboy eshakchini tunishtirdi. "Qumilga xat ep mang'uchi Yusuf eshakchi degan mana mushu, tunishib qo'yingizlar." Abduxoliq Uyg'ur uni amdi tunib, uning bilan Urumchida tikimchi ustamning uyida eli muallimlar bilan billa bo'lganligini eslab, bir oz xijolat chekkandek bo'lib, samimiy ko'rishdi. "Apu qiling, yoshlik qipti", dedi shoir o'zdirxohlik aytib. Bu yanqilarmi kelib, samimiy qo'l elishgandan keyin uni besatga taklif qilishdi. "Qandaq, Yusuf eshakchi pisantingizlarga sig'dimi?" dedi Maqsud Muhiti uydagilarga takshi qarab. Uning chiroyida qandaqdir ishonch va xushallik alomatlari jilva qiladi. Maqsudboyning bu ishiga hayron bo'lgan ko'pchilik bir eg'izdan "Yaraydi, ko'ngildagidek eshakchi bo'pti", deyishdi. "Moshundaq bo'lganda ishonchlik bo'ladi. Agar buning o'rnida boshqa kishi mangsa, masalan, Abduxoliq Uyg'urni avat to'xtayli. Sizning mushu turqingizda har qancha girim qilsaqmi, eshakchiga o'xshamay qolasiz. O chaqda siz men eshakchi deb mangsangizmi, sizning ustingizda gumon tug'iladi. Yusuf eshakchidan hech kim gumon qilmaydi. Uning ustiga bu odam ko'p ishlarni o'z beshidan o'tkazgan. Pishqan qaqvash. Har qanday jafo mushaqqatlarga bardosh qilib beralaydi. O'tqa kiralaydi, suvga tushalaydi. Men uning bilan Urumchida kelishib qo'ygan. Undaq bo'lsa shoir, siz xatni chopsan yezing. Bugun oqshom Yusuf eshakchi yo'lga chiqib ketsin. Men bu ishga aldab turaman. Yusuf, biz sening qumilga sog'-salomat yetib berib, pat arda uchirib ep kelishingni kutamiz. 22-bob. Ko'nilarning kulib turib yig'ilgan xotindan, havo ochiq turib chiqqan bo'rondan qo'rqitadigan tamsili o'rinsiz emas. Bugun Sanjapa yo'lida havo ochiq turibli ko'tarilgan bo'ron ani shundoq odam qo'rqidek dahshatli chiqqan edi. Bo'ron purchoqdek, dodurdek toshlarni uchirib kelib, bosh ko'zlarga qattiq uratdi. Bo'ron go'yo paxtavan qilib otgan g'oyat cho'ng zambirakning og'zidan chiqqan ovozdek guruldaydi. Bo'ronning shu topdiki talvi kuchi agar eshaklarning ustidan bir tog'irdan ochliq bo'lmagan bo'lsa, ularni allaqachon uchirib ketgan bo'ladi. Eshakchilarmi eshaklarning qushqunini tutib mangmagan bo'lsa, ularni uchirib ketishi ehtimolga yaqin edi. Bu qattiq bo'ronda Yusuf eshakchi bilan yana bir Yasin ismli eshakchi yo'lda edi. Ikkisi yakki eshakchilardan bo'lib, pichanda uchirishib tonishgandan keyin yo'lda hamrohdorchilik qilib mangadigan safardosh bo'lishgan edi. Shunga bu ikkisi yo'lda bo'ronning jabr jafosini tang ko'rayotdi. Eshaklar mangmoqda. Ular bo'ronda ko'zini bir yumib, bir echib degandek yo'ldan ozmay ilgirlamoqda. Eshakchilarmu eshakdan battar jafo chekib yo'l bosmoqda edi. Lekin hodisalar ularning jabr jafosini oz ko'rgandek, ushtumtut bola qazo tariqasida paydo bo'lib, ularning jafosini ko'paytdi. Yasin ketayotgan bir eshakning yiqilib tushganligini ko'rib, chapdastlik bilan uning ustiga tashlandi. Ondan Yusufga qarab, eshaklarni to'xtat deb varqirab, qo'lini pulanshitdi. Uning varqirgan ovozini bo'ron allaqandoq yerlarga uchirib ketdi.
Yusuf faqat uning qo'l harakatiga va amaliy ahvolga qarab eshaklarni bir amal qilib to'xtatishga kirishdi. Yasin o'zini ruslavilib yiqilgan eshakni yo'lashga boshladi. Holsizlangan bu eshakka uning yordami kor qilmadi. Eshak injiqlig'inicha ko'zini yumib yotadi. Yusuf eshaklarni to'xtataman deb necha qitim uchib ketgili qil qolgan bo'lsa-mu, tirishib yurib, oxiri eshaklarni to'xtatib oldi. Ammo to'xtagan eshaklardan yana uchi yetib elib, joponi hassilab ko'paytgan edi. Yasinning heliqi eshakni yo'lab turg'izishga ko'zi yetmay, uni tashlab Yusufning qishig'i keldida, yana 3 eshakning yetib olganligini ko'rib, arvohi 40 kez ushdi. Hay, amal yo'q. Bo'ron to'xtag'ichi yatayli endi, dedi u Yusufga yaqinlab kelib. Maslahat bo'yicha ular texi yetib olmagan eshaklarni yo'lning chetiga haydab chiqib, ochliq tog'orlarni eshakdan tushirib, ulardan chaqqong'ini dalda tom yasadi. Eshaklarni shu yerga to'plab, boshlarini o'zaro chetib qo'ydi. Ular bu ishlarni ming bir jafoda tugatgandan keyin yetib olgan eshaklarni yo'lashtirib akilish bilan ovora bo'ldi. Qattiq bo'ronda bu ishlarni o'rindash haqiqatan oson emas edi. Hap, qumilliq deganni ko'rdigan bo'lsam, soqollarini bir talmi qo'ymay yulib tashlayman cho'mi, dedi Yasin tog'or tamning qisilchiligiga beshini tiqib turib. Yusuf bugungi jafoni belgachga uning so'ziga undaq yoki mundaq demasdan jim yotdi. Ammo Yasinning ochiqqa besilmagan edi. U yana g'udong'ishib Hay, shu haq qo'zg'ilib taqi chiqmasa, bizga bu japa yo'q, ko'rdingmi? Nima degan japa? Noyamsan, dedi Yusuf uningga uyda yiqilgan to'qash nondan birini sunib. Bo'ron shu kuni to'xtamadi. Yasin bilan Yusuf ikkisi tog'orning daldisida non yevilib uyquga ketganda eshaklarimi yetib orom olgan edi. Yerim kechidan keyin bo'ron sal pasayib, tongga yaqin to'xtadi. Bu chaqda osmon xuddi pokiz surtilgan kumush tovoqdek echilib, yulduzlar charaqlab ketgan edi. Azon vaqti bilan Yasin heliqi eshakning yeniga berib, yo'lashtirib akeldi. Ondan hamma eshakni jam qilib, oldiga tog'or selib bo'g'iz to'kdi. Kun yeyilgan bir vaqtda Urumchi tarafdan kelayotgan nurg'un otliq cheriklar ko'rindi. Ular qumulga yordam uchun ketayotgan cheriklar bo'lib, soy yo'lida so'zilib kelayotdi. Meni sur'atiga qaraganda jiddiy ketayotgan qo'shindek ko'rinadi.